Hozirgi kunda buxgalteriyani yuritish juda oson bo'lib qoldi. Chunki biz raqamli texnologiyalar davrida yashab kelyapmiz. Buxgalteriya sohasi ancha avtomatlashtirilgan. Hozir asosiy dasturlar kelib chiqqan, har bitta hujjatlar elektron tarzda yuritilyapti. Oldingi davrlarga qarab qog'ozbozliklardan ancha buxgalteriya sohasi yengillashib qolgan. Hozirgi kunda zamonaviy davr desak ham bo'ladi. Bugungi kunda buxgalteriya qog'oz daftarlar emas, balki raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida yuritiladi. Ya'ni buxgalteriya nafaqat hisob-kitob qiladi, balki zamonaviy dasturlar yordamida ham ma'lumotlarni boshqaradi, tahlil qiladi. Bu esa buxgalterlarning ishini anchagina osonlashtirib beryapti. Eng asosiy dasturlardan biri hozirgi kunda buxgalteriyada, ya'ni eng asosiy dasturlar mavjud va ularni albatta buxgalteriya sohasiga kirib kelayotgan mutaxassislar, ya'ni kasbini o'rganmoqchi bo'lganlar bu dasturlarni bilishlari talab etiladi va o'sha bilganingizga qarab buxgalter bo'lishga, ya'ni bu dasturlarni bilganingizga qarab sizga qiymat beriladi. Birinchi bo'lib bizda 1S dasturi, ya'ni buxgalteriyani asosiy ish dasturlaridan biri hisoblanadi. Ushbu dastur orqali tadbirkorlik, ya'ni kompaniyani yoki tashkilotni kirim-chiqimini, omborini, ishchilarini, hisobotlarini, hatto moliyaviy hisobotlarini barchasini yuritishingiz mumkin bo'ladi. Va aynan hozirgi kunda O'zbekistonda ko'plab buxgalterlar, ya'ni buxgalteriya sohasida har bir tadbirkorlar buxgalteriya hisobini 1S dasturida ishlaydi va yuritadi. Va bizda elektron hujjat almashish platformalari ham bir nechta, juda ko'p. Hozirgi kunda Didox bor, Soliq servis bor. Bu tizim orqali tadbirkorlik faoliyatida yoki kompaniyalarda bir-biriga shartnomalar jo'natish, hisob fakturalar jo'natish, har birini onlayn yuborish imkoniyati, onlayn yuborish, onlayn qabul qilish imkoniyati bor. Albatta hujjatlar elektron raqamli imzo orqali tasdiqlanadi va avtomatik saqlanadi. Siz o'zingiz avtomatik o'zingizga arxiv qilib saqlab borishingiz mumkin. Yana bizda Soliq.uz. Buxgalterlar ushbu platformalar orqali hisobot yuboradi, soliqlarini nazorat qiladi, soliq organlari bilan bog'liq bo'lgan barcha murojaatlarni, ya'ni munosabatlarni jo'natishi mumkin bo'ladi va undan tashqari bir nechta xizmatlardan ham foydalanish imkoniyatlari mavjud. Eng asosiy dasturlardan biri yana bizda Mehnat.uz sayti bor. Bunda siz xodimlar bilan ishlash, ya'ni kadrlar ishlaydigan desak ham bo'ladi. Ya'ni kadrlarni hisobini yuritasiz, xodimlarning hisobini. Xodimni ishga olish, xodimni ishdan bo'shatish, u bilan bog'liq bo'lgan mehnat daftarchasini ham elektron tarzda Mehnat.uz sayti orqali yuritasiz. Va albatta buxgalterlar uchun hozirgi kunda zamon talabiga qarab Excel dasturlarini ham bilishlari kerak bo'ladi, chunki bu ancha ishingizni yengillashtirib beradi. Ya'ni ish quroli desangiz ham bo'ladi. Hisob-kitoblarni avtomatlashtirishga, ma'lumotlarni tahlil qilishga sizga ancha yordam beradi. Va bu dasturlarni bilish albatta sizni zamonaviy buxgalterga aylantiradi va sizga yaxshigina qiymat beradi deya olaman. Bundan tashqari, buxgalteriya qiyin, debit, kredit, shotlar rejasi bu juda qiyin deb o'ylashadi, lekin aslida unday emas. Bularni ham asosiy tushunchalarini tushunib olsangiz, sizga buxgalteriya hisobini yuritish juda oson bo'ladi. Misol, aktiv, majburiyat va kapitallarga teng. Asosiy 5 ta tushunchani siz bilib olishingiz kerak bo'ladi. O'shanda siz korxonaning moliyaviy holatini bemalol tahlil qilishingiz mumkin. Aktivlar nima, majburiyatlar, ya'ni passiv, kapital, daromad, xarajat, bu asosiy tushunchalarni tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Buxgalteriyani mantig'i shundan iboratki, korxonaning nimasi bor, u qayerdan kelgan, qanday faoliyat natijasi, ya'ni har bir korxona o'zini faoliyatidan kelib chiqib, o'shandan daromad oldi, qancha xarajat ko'rsatdi. Albatta bularni bilish kerak va farqlay olish kerak deb ayta olaman. Aktivlar o'zi nima? Aktiv bu korxonaga tegishli mol-mulk va resurslar. Naqd pul bo'lishi mumkin, tovar bo'lishi mumkin, uskuna, bino, transport vositalari ham bo'lishi mumkin. Majburiyat, ya'ni passivlar korxonaga olingan aktivlarni qayerdan kelgan manbaini ko'rsatib beradi. Ya'ni qarzlari, kreditlari, soliqlari, xodimlar oldidagi qarzlari, ya'ni ish haqqi bo'yicha qarzdorliklari ham bu korxonaning majburiyati hisoblanadi. Bular passiv shotlar, ya'ni passivlarda yurg'iziladi.
va kapital bor. Ya'ni bu kapital nima degani? Korxona egalarining ulushi, tadbirkorlik faoliyatini boshlaganda, korxonani ochilishini boshlaganda albatta uni ta'sischilar tomonidan ulush bilan to'ldiriladi. Ya'ni tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun ulush kiritiladi. Bu bo'lishi mumkin, masalan, faoliyat natijasida qancha foyda ko'rdi, qancha zarar ko'rdi, ya'ni aktiv va majburiyatlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bizda daromadli, ya'ni daromad nima bo'lishi mumkin? Korxonani faoliyatidan kelib chiqib, ya'ni tadbirkorlik faoliyatidan kelib chiqib, mahsulot sotish yoki xizmat sotishdan olingan tushumlar, ya'ni ko'rgan foydasi daromadlar hisoblanadi. Xarajatligi nima kiradi? Xarajatlar barcha daromad olish uchun sarflangan mablag'lar, ya'ni o'sha daromad olishga qaratilgan maqsadda qaratilgan xarajatlar. Bular bo'lishi mumkin: ijara, internet, xomashyo, transport xarajatlari, hatto xodimlarning ish haqqi. Bular hammasi korxonaga xarajatlar hisoblanadi. Bularni albatta farqlay olishingiz kerak bo'ladi. Bu chunki buxgalteriyada deyarli siz har kuni to'qnash keladigan vaziyatlar hisoblanadi, ya'ni bilishingiz kerak bo'lgan tushunchalar. Ba'zilar o'ylaydi, buxgalteriyani o'rganishim uchun kuchli matematik bo'lishim kerak deb. Yo'q, aslida unday emas. Buxgalteriya to'g'ri raqamlar bilan ishlaysiz, lekin uning asosiy kelib chiqishi matematika emas. Ya'ni siz mantig'ini, ya'ni kelib chiqishini, tizimini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri ishlashni, to'g'ri yo'nalishni qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Hozirda o'sha xuddi aytganimdek barcha dasturlash, buxgalteriya hisobini yuritish ham dasturlangan. Deylik, o'sha 1Sda misol qilib keltiradigan bo'lsam, siz 1Sga to'g'ri kirib, qaysi raqamni qayerga kiritishingizni, ya'ni to'g'ri tizimlashtirib olib, har birini hisobini to'g'ri biladigan bo'lsangiz, bu sizga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi, ya'ni ishingizni ancha osonlashtirib beradi. Va sizdan talab qilinadigan narsa shu raqamlarni tahlil qilish va dasturlarga to'g'ri kiritib borish bo'ladi. Hozirgi kunda deyarli barcha ishlar shu dasturlar orqali amalga oshirilgani sababli buxgalter bo'lishga hali ham ikkilanayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu miyangizdan, ya'ni matematikani bilishim kerak ekan, kuchli bu tarafdan bilishim kerak deb o'zingizni qiynashingizga hojat yo'q. Oddiy to'g'ri tizim, ya'ni mantiq. Shu sizdan talab qilinadi. Buxgalteriya sohasini boshlaganingizda albatta o'zingiz uchun har kunlik vazifalarni qo'yib olishingizni maslahat beraman. Ya'ni har kuni kelganingizda o'zingiz uchun reja qilib oling. Asosiy qilinadigan ishlaringizni, o'shanda sizni buxgalteriyangizni bemalol tizimli yuritasiz deb ayta olaman. Chunki birinchi bo'lib qiladigan ishingiz bank va hujjatlarni nazorat qilish. Ya'ni bank hisobiga pul kelib chiqishi, qancha keldi, qancha ketdi, bularni albatta birinchi bo'lib nazorat qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin ya'ni elektron tarzda Dedox soliq servis orqali barcha kelgan hisob fakturalar, ya'ni sizga kelgan hujjatlar, boshqa shartnomalarni nazorat qilishingiz kerak bo'ladi, uni to'g'riligini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari dasturiy amallar, ya'ni o'sha operatsiyalarni, deylik, bank operatsiyalarini, tushgan pullarni kunida 1S dasturiga kiritib boring. O'shanda o'zingiz ishingizni ancha yengillatasiz va deylik, biror bir tushgan pulni siz bankdan emas, tayyor 1Sdan, programmadan ko'rib, bemalol qarzingiz bor, qarzingiz yo'q aytib bera olishingiz mumkin bo'ladi. Va siz bunga albatta har kunlik qilgan ishingiz sizni oy yakunida soliq hisobotlaringizni, moliyaviy hisobotlaringizni deyarli tayyorlab beradi. Bu sizni ancha ishingizni yengillashtiradi. Va har qanaqa vaziyatda rahbariyat sizdan biror bir ma'lumot so'raydigan bo'lsa yoki hisobot so'raydigan bo'lsa, sizda hamma ma'lumotlar tayyor bo'ladi va hech qanaqa muammosiz siz bemalol o'zingizni qilgan ishingizga, ya'ni raqamlarga javob bergan holda taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Moliyaviy ishonch kafolati deya olaman bu kasbni. Buxgalteriya nafaqat hisob-kitob qiladi, balki zamonaviy dasturlar yordamida ma'lumotlarni boshqaradi, tahlil qiladi. Bu esa ishingizni juda ham osonlashtirib beradi. Ya'ni dasturlarni bilish sizni zamonaviy buxgalterga aylantiradi va sizga albatta talabini oshirib beradi. O'shaning uchun hozirgi kunda barcha dasturlar bilan bog'liq bo'lgan ishlarni o'rganishingizni maslahat beraman.